Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Mazkur sahifamizda mush bir hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qitim eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Norvegiyadagi Liberallar partiyasining parlament vakillaridan Grandi va Borgen Trendin 2011-yillik Nobel tinchlik mukofotiga Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabia Qodir xonimni nomzodlik ko'rsatgan. Parlament a'zosi Tandin Rabia Qodir xonim va Uyg'urlar haqida munolarni aytgan. Rabia Qodir hozir Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi. Uyg'urlar 1949-yildan boshlab siyosiy, iqtisodiy, madaniyat, axborot, yig'ilish va diniy erkinlik qatorliq jihatlarda intayin og'ir bo'lgan zulmga uchrab kelmoqda. Buningdan boshqa Taraqqiyot partiyasining parlament vakillaridan Karin Sahil Wodsitmi Rabia Qodir xonimni Nobel tinchlik mukofotining nomzodligiga ko'rsatgan. U Nobel komitetiga yozgan xatida Rabia Qodir xonimning Uyg'urlarning kishilik huquqlarini qo'lga keltirish uchun kurash qilib, barliq imtiyozi, mol-mulkini bu yilda qurbon qilgan erkinlik jangchisi deb madiyallab, hatto ballarning shu sababli Xitoy turmusida azob chekayotganligini ko'rsatgan. O'tgan yili noyabrda Xitoyning ishlab chiqarish qurilish armiyasining 14-diviziyasiga tava bo'lgan Xotanning Gumunayisining Qaratag'ir yezisidagi bir turkum dehqonlar paxta va chilan qatorliq mahsulotlarni erkin bozorda sotishni talab qilib, Beyjingga arz qilib borgan. Diviziya doiralari Beyjingga kelib, ularni quruq va'da bilan yurtiga qaytarib ketgan edi. Muxbirimizning egallashicha, bu 25 nafar arzdorning 7 nafariga 1 yildan 2 yilga qadar qamoq jazosi berilgan. Ular navbatda mazkur diviziyaning Aqsudagi bir qamoqxonasida jazo muddatini o'tamoqda. Ma'lum bo'lishicha, qamoq jazosi berilganlar Sirajiddin Aziz, Nur Abla Nurmamat, Abla Ablikim, Eli Hafiz, Ahmad Osman, Ablat Abdurim va Umar Sali qatorliq 7 kishidir. 14-diviziya qamoqxonasining mahkumlar haqidagi uqtirishida ularning konkret qaysi qilmishining jamiyat tartibini buzish ekanligi bayon qilinmagan. Qaratag'irdagi aholilar 7 nafar mahkumning jamiyat tartibini buzadigan hech qanday bir xatolik sodir qilmaganligini, faqat diviziya doiralarining yezdagi Uyg'urlarning yurkini mo'jish uchunla bu 7 kishiga qamoq jazosi berganligini bayon qilishmoqda. Xitoy axborot vositalari har yili har qaysi osonlik millat rayonlaridan Xitoy shaharlariga kirib savdo-sotiq, o'qish va boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'ladigan osonlik millat ko'chma naposining 10 milliondan oshayotganligini e'lon qildi. Xitoy doiralari 2011-yilda yana avtonom rayon tavasidagi yezi qishloqlardan yo'tkiladiganlar odam qitim sonini 1 million 800 mingga yetkazishni, buningdan 800 ming odamni shaharlarda o'ltiraqlashtirishni planlagan. Uyg'ur elidagi Uyg'ur qizlarini asosiy gavda qilgan yoshlarni eshinchi emgak kuchi sifatida Xitoy shaharlaridagi zavod fabrikalarga arzon bahoda ishga o'rinlashtirishni osonlik millatlarini Xitoy shaharlariga tarqoqlashtirish strategiyasining bir qismi ekanligi Uyg'ur siyosiyonlari tomonidan izchil ta'kidlanmoqda. Xinhua to'rining bayon qilishicha, Xitoydan har yili Uyg'ur tavasidagi yezi qishloqlarga 2 million 500 mingdak Xitoy dehqon yo'tkilib kelib ishga o'rinlashadi ekan. Tunis va Misrdagi hukumatga qarshi namoyish g'alaba qilgandan keyin namoyish yolqini Yaman, Bahrayn va Eron qatorliq davlatlarga kengaydi. Reuters xabar qilishicha, 14 fevral dushanba kuni minglagan namoyishchi Eron poytaxti Tehrondagi markaziy maydonga to'planib, sukut turib namoyish qilgan. Bexatarlik qismlari namoyishchilarga qaratib yosh oqquzish bombasi atgan. Saqchilar bilan namoyishchilar orasida kichik tipdagi to'qinishlar yuz bergan. Yonfon aloqalari uzilgan. 2009-yili Ahmadi Nijat prezident bo'lib qayta saylangandan keyin prezidentlik nomzodi Mir Husayn Musavining qo'llovchilari saylam natijasidan gumonlanib, keng ko'lamli namoyish qilgan edi. Namoyish qattiq bostirilgan. Misr xalqi erkinligini tantana qilayotgan bu hafta Eronning poytaxti Tehronda emas, yana bir qancha shaharlarda namoyishchilar bilan saqchilar o'tirsida to'qinishlar yuz bergan. Misrda o'tgan oyning oxiridan boshlab 18 kun davom qilgan namoyish 12 fevral Mubarakning istiqbo berishi bilan g'alabaga erishgan edi. Xitoy doiralari yaqinda Amerika jamoatchiligiga kichik mo'rang guzili deb ataydigan quruq jasadni o'z ichiga olgan bir qism asari atiqalarni Amerikada ko'rgazma qilishni tuyuqsiz to'xtatib, Amerika matbuotlarida va chet eldagi Uyg'ur jamoatchiligi orasida g'ulg'ula qo'zg'agan edi.
Lekin Pensilvaniya Universiteti muzeyi o'tgan juma kuni bayonot e'lon qilib, quruq jasadlarning 18-chisladan boshlab ko'rgazma qilinganligini, Xitoy hukumati bilan bo'lgan bu jihatdagi ixtilofning hal bo'lganligini e'lon qildi. Muzey doiralarining oshkorlashicha, taraflar Kichik Miran Guzil qatorliq Uyg'ur mumiyalarini 2 oyning 18 kunidan 3 oyning 17 kuniga qadar ko'rgazma qilishga, lekin qolgan asar atiqalarini ko'rgazma qilishni 3 oyning 28 kuniga qadar davomlashtirishga kelishgan. Pensilvaniya Universiteti muzeyining bayonotchisi Pam Kosti dushanba kuni radiyomizga uchur berib, quruq jasadlarning ko'rgazmaga qo'yilish masalasida Xitoy taraf bilan fikr birligi hosil qilinganligiga doir xabarlarning to'g'riliqini ma'lumlashtirgan. Lekin u qandaq masalaning Xitoy tarafining jasadlarni ko'rgazma qilishdan tuyuqsiz yenib olishiga sabab bo'lganligiga doir savollarga tushuncha berishni rad qildi. Ba'zi analizchilar Xitoy tarafining ko'rgazmani to'xtatib qo'yishidagi sabab siyosiy masalaga chetilganligini, quruq jasadlar Xitoyning Xinjiang Jungoning azaldan tortib bir qismi deydigan shuarni og'dirib tashlab, Amerikaliklarda Xitoyning hukumat taraf qarishining to'g'riligiga gumon paydo qilganligini ilgari surgan. Türkiye Diyanet İşleri İdaresi Başlığı Profesör Dr. Mehmet Gögnaz Efendi'nin resmi teklifiga binaen Xitay İslam Cemiyeti Başlığı Chen Guangyuan başçılığındaki bir vekiller ömüge Türkiye'ye gitip geldi. Xitay İslam Cemiyeti Başlığı Chen Guangyuan başçılığındaki mezkur ömekinin içinde Abdunum Rayonunun Dinni İşler İdaresi bilen İslam İnstitutu'nun mesulları var iken. Türkiye Diyanet İşleri İdaresi Başlığı Mehmet Görmez axbaratqa bergan bayonotida Xitoydan o'quvchi akilib, Turkiyadagi diniy to'liq o'rta maktab va ilohiyat fakultetlarida o'qitish haqidagi kelishimiga qo'l qo'yilganligini ma'lum qildi. Yana ikki davlatning diniy sohasidagi hamkorliklari jihatida fikr birligi hosil qilganligini eskartdi. Xitoy Islom Jamiyati boshlig'i Chen Guangyuan bayonotida Xitoyda 23 million musulmon borligi, Turkiya bilan diniy jihatdan hamkorlik elib berishni orzu qilganligini aytgan. 5-yil Urumchi vaqasida Turkiya Bosh ministri Recep Tayyip Erdoğan Xitoyni etnik qirg'inchilik elib bordi deb ayblagandan keyin Xitoy hukumati orqa-orqadan oliy darajalik rahbarlarni avatib, Xitoyning osonlik millat siyosatining bo'libmi Uyg'urlarga qarata elib berilayotgan siyosatning intayin yaxshi ekanligini tashviq qilib kelmoqda. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasidan ma'lumotlar ko'rdinglar. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xush vaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.